Hammaga salom. Anoshka haqida bir bitta fakt. Qani boshladik. Ismi Anora, familiyasi Shagayeva, millati qozoq, bloger. 2006-yil 18-avgustda tug'ilgan. Hozirda 19 yoshda. Bitta kichkina ukasi bor. Eng yaxshi ko'rgan hayvoni tulki. O'zining Tofi laqabli mushugi bor. Nike brendini yaxshi ko'radi. Hype orqali yaxshigina tanildi. O'zining avtorskiy qo'shiqlari bor. TikTokda ham juda aktiv va TikTok trendlari olishni yaxshi ko'radi. Barselonaning fanati, eng yaxshi ko'rgan o'yinchisi esa Messi. Wednesday roliga parodiya qilgan. Basketbol o'ynab turadi. Karaokega borishni yoqtiradi. Metroda trend olgan. Asosan sevishganlar rolida vaynlar oladi. Eng yaxshi ko'rgan ichimligi mojito. O'zining Kia K5 mashinasi bor. Nabimi bilan yaqin do'st. Akbar Shoh bilan olingan vaynlardan keyin tanila boshlagan. Oyirsa stilini yaxshi ko'radi. Sochini har xil ranglarda bo'yab ko'rgan. Yumshoq o'yinchoqlarni yaxshi ko'radi. Achikda yurishni yoqtiradi. Suzishni biladi. O'zining aytishi bo'yicha sevgani yo'q. Pushturayni juda ham yaxshi ko'radi. Zerikkanida kompyuter ham o'ynab turadi. Xarakteri asabiy, tatusi bor. Sport o'yinlari orqali onlayn daromad topishni xohlaysizmi? Bizning Sinov.uz Telegram kanalimizda siz aynan shunday imkoniyatga ega bo'lasiz. Kanalimizda tayyor stavkalar doimiy ravishda taqdim etiladi. Bu orqali siz osongina daromad olishingiz mumkin. Video ostidagi manzil orqali hoziroq o'tib, kanalga obuna bo'ling va onlayn pul ishlashni bugundan boshlang. Zalga chiqadi, sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Issiqko'lda bo'lgan. Tailandga ham sayohat qilgan. Otlarni juda ham yaxshi ko'radi. Xincha qo'shiqlar ham aytib turadi. Fastfoodlarni yaxshi ko'radi, ayniqsa kartoshka frini. Eng yaxshi ko'rgan mashinasi Porsche. O'zbek qo'shiqchilaridan Sevara Nazarxonni eshitadi. Jahon estradachilaridan esa Eminem. Milliy kiyimda ham trend ishlagan. Bo'yi juda ham kichkina. Har doim kech qolib yuradi. Katokka borishni yoqtiradi. Ota-onasidan boshqa hech kimga ishonmaydi. Pandora brendini yaxshi ko'radi. Yosh bolalarni o'ynatishni yoqtiradi. Makanning konsertiga borgan. Akbar Shoh bilan do'st ekanligini aytgan. Yomg'irni yaxshi ko'radi. Odatda bir o'zi ovqatlanadi. Eng yaxshi do'sti bu uning singlisi ekanligini aytgan. Obedgacha uxlaydi. Qiviziga ham chiqqan. Yakuza bilan ham video ishlagan. Qorqiz rolida o'ynagan. Ko'p depressiyaga tushadi. Musiqa maktabida o'qigan. Rus tilini biladi. Metroning ichida qo'shiq kuylagan. Estrada bo'yicha o'qigan. Estrada va sirk kollejini tamomlagan. Green 71 ning qo'shig'ini cover qilgan. Liftda o'zi qolganida qo'shiq kuylab turadi. O'zining Biz balki nomli qo'shig'i ham bor. Mobil Nolo bilan yaqin dugona. Billie Eilishning fanati. Yoshligida Rauf Faykning qo'shiqlarini sevib eshitgan. Siqilganida XXXTentacion qo'shiqlarini eshitadi. Billie Eilishning konsertiga borishni orzu qiladi. Negativlarga e'tibor bermaydi. Burgerni juda ham yaxshi ko'radi. Snowman trendini olgan. O'zining uy quyoni ham bor. Aynan sariq rangli mushuklarni yaxshi ko'radi. Ovqat qilishni bilmaydi. Lekin ovqat qilishni bilgan bolalarni yoqtiradi. O'zidan kichkina bolalarga qiziqadi. Instagramida 600 ming ortiq obunachisi bor va 250 dan ortiq post joylagan. Instagram akkauntini 2022-yilda ochgan. Instagramdan tashqari TikTokda ham ancha faol. U yerda 80 ming yaqin obunachisi bor va 1,5 milliondan ortiq like ishlagan. Anoshkaning sun'iy intellekt videolari ham chiqib ketdi. Ko'plab blogerlar Anoshkani taqlid qilib chiqishdi. Hattoki Qozog'iston televideniyasi ham Anoshka haqida gapirgan. Kia kompaniyasidan mashina sovg'a qilishlarini so'ragan. Keyin konkurslar qilib turadi. O'zining Telegram kanali ham bor. U yerda asosan hayotini ko'rsatadi. Anoshka Rek nomli reklama akkaunti ham bor. U yerda 40 mingdan ortiq obunachisiga ega. Ertalab juda ham ko'p budilniklar qo'yadi, lekin birortasiga ham turmaydi. Sizlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va keyingi bir bitta fakt kim haqida bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.